Yana birisiga siz turmushda qig'im yo'q, mumkin olmaydi degan ishlaringizni berib qo'ying. Masalan, eng qo'qayman bu o'yinchoqlarga chiqish mumkin emas degan o'yinchoqlaringizni tavakkul qilib chiqib qo'ying. Ondan keyin masalan ishkirlik berib baxmagan bo'lsangiz, ishkirlik berib qo'ying. Azroq pulni yer qilib sayohat qilib, dengizlarni ko'p baxmagan bo'lsangiz, dengizlarni ko'p qo'ying. Kiyib baxmagan narsalaringizni kiyib sinab qo'ying. Fingiringizni bir o'zgartib qo'ying. Chunki siz burungi fingirda, burungi turmush odatingizni yashab zerikdingiz. Ziyirjon bo'lib ketdingiz. Shunga fingiringizni almashtib, yana bir fingir o'tib. Turmushingiz g'ingshin bo'ldi. Yangi bir kanalga almashdi degan gap. Muşunun haqiqatda önü bo'ldi. Men shunda qilib o'zim o'zgartgan, men chaqchaqmadim. Mush deganlarim cho'qim sinab yiqimlar. Eng muhim ish yana bir deb qo'ydiganim, funing odamlar qat'iy aralashma. Shunga men atrofimdagi qizlar bo'lib qolsa, menga sal yaqinlashgan qizlar bo'lib qolsa, kayfiyat sal o'ngtay. Bir kun ijarab, bir kun yig'lab, to'li funing gaqildigan, sodam yaxshi emas, bo'lmadi, etmadi. Deb jo'mishda turmushdim rozi emas, eridim rozi emas bir qizlar bor. Ba'zim rozi olmaydigan eri. Akirib beryapti-ku, chiqib nima yetadigan tang bergan pulari, hech nima yetmaydi. Deb bir xil pek norozi bir qizlar bor, pek to'y ketmaydi qizlarga o'tasamcha, shuncha men o'zimni chapdan tortman. Bo'ldilar, buni odamlarni jumaychi deb sal xo'shal. Aptapdek ijarab turadigan shuna qizlarga aralashishni xohlayman. Cho'qim sizni bu gizaldan jiroq turman, ham o'zimni o'ngshayman deyotgansiz. Haqqa pasib yaqman, pasib odamlarni bilishman. Qachon qarsa aptapdek ijarab yuradigan, hech qanday qish kayfiyatga ta'sir qilmaydigan bir qizlar. Adash o'tirib kelaylik, o'taylik, berib kelaylik, o'ynab kelaylik, yeb odashda rasmlikdan pitcha tatib qo'yam meni deb degandan bunda bir xo'shal bir qizlar bor. Ashta qizlarlar bilib yursangiz, bilib bilmasdan sizga oshning kulkisi xo'shallik yuqdi. Bu xo'shallikmi yuqdi, azobmi yuqdi. Bunda azobli odamlar bilan birga yuravergansizlar, sizni bir o'zingizning turmushda gumonlanadigan bo'lib, asl zerikishlik bilinmaydigan bir ishlar zerikishlik bilinadigan bo'lib, ashta bo'lib ketasiz, o'zingizni tugashtirib olasiz. Bu qaynamning ishini yinib chiqmay aytgansiz, chuqur o'zingizga tayanmasangiz bo'lmaydi. Doktorga bas bir mo'sh dori berish mumkin. Kayfiyatingizni yaxshilashga eng yaxshi usul uyingizni tozalash uchun yana birisi. Uyingizni bulunmushqalarning hammasini tozalang. Mana shunda kayfiyatimni o'ngshayman o'zimning kuchi. Chunki meningki mush unditarda sodlarni qilaman qo'yam demoqchi ekandim. Xaridorlarim qo'yfuq qilish uchun men mehnat muhitda hargiz qo'yfuq qilishni yaxshi ko'rmayman. Atroflarim mehnat, uyning bulunmushqalari mehnat, yutqanlar, karvatlarmishda siliqliq holatda, chillab, bisiqliq unda holatda hargiz qo'yfuq qilishni yaxshi ko'rmayman. Atrofimni pakkiz bütün hamiyani qilib, atirlarni chechitib uyga shamlarimni mishda yıkıp qo'yib, işte longman bir muhitda anoningkin qo'yfuq qilsam kayfiyatim yaxshi bo'ldi. Oshdanqa qarta sodlarim yaxshi bo'ldi. Chunki meni xaridor qo'yfuq qilgandiki ruhiy holatimga haqiqatga shuni qarab molsit oldi emasmi? Deb qo'yaymi? Chiroyli odamningki izchil tali 10 keldi. Aldingsan deb berdim bu gapni uch qaraq deb beray. Chiroyli odamning tali 10 keldi. O'zini yasab yurgan, kimki ishlarni bildigan, yaslib kirimlanib yuradigan qizlarning ishlari cho'q yaqin sudekmish tamamdi. Shar to'salg'u yo'qda. Nimishqa? Chunki barliq baloy ofatni ep kelgan sizning kayfiyatingiz. Kayfiyat yaxshi, royalty ko'tarangi odamning tarbiyalagan bolalar qarsingizmi? Shunchaki sog'lom. Chash bolalar aqlliq. Kishkicha uyda jidal majra qurmaydigan, eri bir talpaypaqni aysab qo'ysin, ashning uchun bir kun koyib jidal chiqaradigan uydan. Ashta oila cho'ng'an bolaning ro'yi bisq bo'ldi. Jimog'ur ishimchiz bir yaladim, aldirabimda qo'lni ko'tarolmaydigan, piyoda qilolmaydigan ishchilik o'ylaganni mishta cho'ng bo'lib qoldim. Bu jamiyat bundan qarsingizlar selishtirib olgan bo'ldim. Shunga kayfiyat degan narsa butun boyliqni, balay ofatni olib kelgan narsa. Siz atdeganda o'rningizdan qo'yib tuki yo'q bir ishqa uyda choy tugab, sut tugab ketib qolsin. Uf! Taqtak deb qilib. Tugabdi, jabni bir choy ichaydigan chog'da nim o'tircha, sen qaqma deb degan uyning ichida balongizni, eringizni tanqillab. Kayfiyatim hejabmi yaxshi emas, bu so'ng yiqimni bisib qo'yib qoldimmi? Yey, kayfiyatimni deb beqing, sizning bir kun kechki ishlaringiz domil bosdi. Har qanday masalani hal qilgan bo'ldi. Kayfiyatingizni buzsangiz mal bo'ldi, kayfiyatingiz yaxshi, ijarsangiz mal bo'ldi. Ijarsangiz yaxshiroq yo'lda hal bo'ldi, siliq. Andan keyin yana bu yerga araga turmushni qitib qo'yaymi, do'stlikni debdimi? Men sizdan so'rab baqsam, kayfiyat yaxshi emas, mijoz turaqsiz erinsiz yaxshi ko'ramsiz. Ayollardan so'rab baqay. Demak, erlarmi mijoz turaqsiz, kayfiyat bir kun o'ng, bir kun so'ng, zuvan, yomon, vat jop bunda xotini yaxshi ko'rmaydi. O'sha bir kun kekashib qolsam hamda, zuvan tutilib bo'lib qolsam hamda deydi. Bag'azir taloq qachadigan, uy kirgisi kelmaydigan, uyda qo'qaydigan bir ishlarni qilishdan nashda bo'lib qoldim. Andan keyin bunda erlar boshqa og'aylarning oldida so'riladimi, uyda bunda tildashdan bo'layvergandan keyin o'zini bunda joriy qilolmaydigan, bunda bir gap qilolmaydigan, chunki siz nimalam deysiz, fan bu qilsiz ashnaqa. Qarshi turib bir so'qashlarni chiqarib o'zingizning kayfiyatini ashnaqa cho'chisiz. Shunga mala erkin fikr yurgizolmaydigan bo'lib, bir erlarning orasida bunda saymoqdek bo'lib qoldi yo'ldoshlaringlar. Diqqat qilsanglar.
bir geplemde kılamaydigan bu bir skip kılaydigandek filan bir işidan bir narsani bo'g'ib bag'an sir sizdan siqilish asıl qilib jupdingiz ki siz niye ajrashib ketadi yo arilib ketadi dedim-ku kayfiyat yaxshi emas odam bilan hech kimni bil to'g'ri kelmaydi deb demak aranglar bir bol bo'lib qolsa bo'langlar jiddan bo'ldi sizning shu sapra kayfiyatingiz bilan degan gap shunga odam degan savrchan bu ayol kishi savrchan sal az gap qiladigan terikmaydigan sizlik sipoyi bo'lish kerak deb o'ylayman siz zilqi terikkan siri o'zingizning kayfiyatini kontrol qilolmagan siri jop shitni qilgan siri yo'lchingizni ko'ziga olmishda qancha ming chiroq yasini olsangiz mushda qipatgan nervam nurultib deb turgan chiroyingiz ko'z oldiga kelib chiroyli ko'rinmaydigan bo'lib qolasiz ham o'zingizning chiroy mimikalaringizmi o'zgarib qo'pol chiroyingizmi ish harakatlaringizmi qo'pol ashta bo'lib ketadi sapra chiroy bo'lib ketsiz hamma odamning sapra bo'g'isi yo'q lekin odam bu tanni biz boshqurimiz mingni biz boshqurimizga men o'zimning nervligini shunday o'ngishdim bu men yo'lchim bog'u men ichib mana suvlanmada chechib o'ynashib qo'ysin bog'u of deb bog'u işte terikib ketdim hozir men qanday bis tutdum o'zimni aytsanglar tutibdi ichimda bir narsa meni shunday qildigan-ku shunday so'qishga terika deydigan-ku shunday terikishim tufayli men shu mening dadam shu terikish tufayli yiqilib qoldi emasmi qombisim bitdi ham o'zi kichik kishilarga mana terik ketdi hozir shu sababli yiqilib qolgan bir o'rinda turaman-da makamgacha dadamni o'ylayman-da men oxirgi chunki mening shu nima ko'z oldimda haqiqat ko'z oldimda bu terikishning jili bo'lishiningki kayfiyatini buzishning o'zining kayfiyatining quli bo'lishiningki oxirgi yakuni bizning oilaning ko'z oldimizda shunga shuni qarta men o'ylayman men ishda bo'lib qolsam kim bo'larim bu qilib qolsam shu bir go'zal oilani o'zim tutishga nisbim bo'lmayman ekan-ku to'xtab turamish ichimdagini bir nima pasaytmayman nechima o'jayram o'lib ishda qaqshigandan keyin kayfiyatimni buzib zerikish his qilib men yig'ilgandan keyin qayerib ketmayman texmon nimishqa muloyim bir nozik bir qiz bo'lmayman degan o'ylab marqit mashta teriktirgan ishlab qolsin bog'im bakrak ijarab turadigan ashuni qizqarliq tarafdan o'ylaydigan o'zini bastab ichimda ashta qilgan sir men o'shlar qizqarliq bilinib hozir bag'an siri chiqishlarga terikmaydigan jil olmaydigan bu mijozimni o'zgartdim demak bu dunyoda o'zgartgan bo'lmaydigan mijoz yo'q qon bilan kirgan qo'y jon bilan chiqadi degan gap bor foq gap cho'qim butun eski mijozlarni odam qilaman deydigan qila oladi bu dunyoda qila oladigan ishlarimiz nurg'un bizniki shunga o'zingizni nargiz fanchi qilyapman cho'qim eski mijozingizni mushu tuvan energiyalik bir ro'y kayfiyatingizni siz cho'qim o'zgartira olasiz pul topamayapman xalqlarning turmushi anday yaxshi ketib bordi mana deb ketib bordi men hech nima qilolmayapman deb tergan bo'lsangiz siz xohlasangiz topsiz u pulingizning kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa topsiz u ishlarni nargiz o'zingiz bisim qilaman emas topmasangiz bo'ldi shunga boshqa kelgan botir deb aytgandu shu siz butun galeriyangizning ichingizdan chiqirib yetib ig'ir tinib yetib hamma ishni pul tepishni bisim emas bir xushalliq aylantirgan asosda pul tepishni siz deygan uchun topmay demasdan siz men bundan narsa olaman bunda dojlan solaman men bunda bir muammarkaning sumkalarini olaman deb turib bog'u oshning uchun topsangiz ham jiq topa olasiz ham deygorangizni bera olasiz ham o'zingiz xohlagan narsani ola olasiz shunga hamma ishni bisim emas xushalliqqa bunda og'diringlar chunki ishlaringiz shu taraf qarab mavdu bulamda qizlar amsa bu to'g'riliq bek kang bir temiga bu cho'ng bir temiga so'zim tugmaydigan o'xshaydi kelar qilsam so'zlab beray o'sha so'zlaganlarim uchun bo'lsinmi meni bir qo'shib ko'njuk qilmoqmisizlar rahmat sizlarga qizlar sizlarni sevmayman xayr xo'sh